Yurtdoshlar bilan paxtaga chiqqanlar bormi? Kimdir pul ishlab olish uchun, kimdir gap eshitmaslik uchun, yana kimdir qizlar uchun chiqardi. Yaxshi, hamma bor. Xonzoda bilan Sardor qani? Qaysidir yigit bilan qiz yo'q bo'lib qolishi oddiy holatlardan biri. Ularni qidirib topish esa undan-da qiziqroq. Bo'ri qol, nima qilyapsan bu yerda? Paxtada har kuni obedga dimlama, qozon kabob yoki shashlik beradi deb o'ylagan odam qattiq adashadi. Tezlashinglar. Hop. Bu yoqda eng trenddagi ovqat makaron. Ha? Lekin makaron bo'lsa ham dalada, do'stlar bilan boshqacha ketadi. Nima deylar? Paxtadagi haqiqiy jentlmenlik kelgan paxtangdan qizlarga berishing yoki bo'lmasa Sardor ko'tara olmayapman, yordamlash bor. bo'ldi. Xitmir o'rtoqlaring bo'lsa shetda ham detskiy panetkaligini qo'ymaydi. Ketdik, taroziga boraylik. Shoshmay tur, suv sepsam og'irroq bo'ladi-da. Ovora bo'lib suv sepib o'tiradimi? Bundan zo'r yo'li bor. Qanaqa? Yaxshi, maqta ko'r. Xo'p. Bu yoqqa kel. Ko'rdingmi? Iflos. Hamma klubda ko'p paxta tergani uchun har kuni maqtuv eshitadigan va har xil sovg'alar oladigan terimchi qiz bo'ladi. Meniki esa hech 5 kilodan oshmaydi. Paxtada hamma yuzini o'rab olgan, kimligini bilib bo'lmaydi. Nozik? Yop, qorayib ketaman. Bakir, itingni ol.